O sizni ko'rish bayrami yangi yil. Mani yo'qlasizlar, Alloh yo'qlasin. Yo'limda qolsin. Azizlar, bugun mana onaxonni oldiga keldik. Yangi yil bilan tabriklagan. Siz bolamiz. Azizlarimiz kirib kelayotgan yangi yil muborak bo'lsin. Men tabriklab keldim. Hammamiz sizlarni tabriklayman. Endi kimga bayram, kimga oddiy kun? Biram chiroyli qo'shiqlar tayyorlab keldi. Mana repertuarimga qo'shiladi. Shunaqa xursand bo'ldim. Xudo xolasa prezentatsiyani uramiz. Xudo xolasa. Yangiliklar bor sizlarga. Meni ham prezentatsiyalarim tayyor, buni ham prezentatsiyalar tayyor. Yurtimiz tinch bo'lsin, omon bo'lsin. Xalqimiz hamisha kayfiyati ming bo'lsin, bizni kerak qilsin. Keraksiz bo'lgan narsadan, keraksiz bo'lgan odamdan Alloh o'zi asrasin. Talant bo'lgan bilan keraksiz bo'lsang, o'zingga qoldi u talant deydi-yu. Ilohim ishimiz, kasbimiz, umrimizni oxirigacha yaxshi ko'rgan kasbimiz mehnat qilib emas, kayf qilib yashashlikka nasib qilsin. Kasbini to'g'ri topgan odam mehnat qilmas ekan deydi. Chunki yaxshi ko'rib qiladi ishini. Bolam ishlaringni rivojini bersin. Qayerda bo'lsang, boshing toshdan bo'lsin. Alloh suygan qul bo'lgin bolam. Meni ota-onam yaxshi ko'rgan bilan huzur ko'rgani yo'q, o'tib ketishdi bolam. O'shaning uchun xalq xizmatini qilur. Meni ham nevaralarim jamiyatga xizmat qiladigan bo'lsin. 4 so'm olib kelib, mana olib kelgan 1,5 so'mga qarab o'tirgan bolalar bo'lmasin. Sen ham shunaqa bo'lgan bolam. Topganing to'ylarga buyursin. Xalqqa xizmatingdan charchama. Ishlaring besh bo'lsin. Alloh kerak qilsin. Baqirgandan kerak bo'lmaydi, chaqirgandan kerak bo'lmaydi. Meros bilan kimdir bo'lmaysan bolam. O'zing mehnat qilib Allohni izlayla kimdir bo'lasan. Bizni xalqimizni faxr qilgan o'g'loni bo'lgin. Ilohi amin. Allohu akbar. Bolajon. Rahmat. Men faxr qilaman sen bilan bolam. Yaxshi ko'raman. Sog' bo'ling. Yangi qo'shiqlarga ham tayyordir. Bor, rahmat.